Assalomu alaykum akalar va ukalar. Mana ishlarimiz bu yog'i mana ketyapti. Mana. Ana endi tepasini urib boshlab kelyapmiz. Nasib bo'lsa bugun bu yer bitadi, xudo xolasa. Mana bu yoqlari, ana toshni qo'yamiz hozir. Mana bu yoqlar, ana. Ko'rdingizmi? Ana. Ana ikkita suvarchigimiz bosib suvarka qilyapti. Like bosing, comment yozing, podpisa qiling, tarqating. Kimga mana shunday xizmat, mana shunaqa ish kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar. Grand tosh deydi buni, grand tosh. Mana pasti bunaqa, tepa qora, tepalari oq, mana bu tepalari qora bo'ladi. Ana shunday bo'ladi.